Assalomu alaykum, saxovatpesha, yordamsevar xalqimiz. Kecha akam uchun yordam so'rab video murojaat bilan chiqqan edik. Avvalo bizga ishonib, bizga yordam berayotgan, duo qilayotgan va videolarimizni tarqatayotgan barcha insonlarga chin qalbimizdan rahmat aytmoqchiman. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Akam 33 yoshda, u jigar sirroz kasalligi bilan kurashib kelmoqda va hozir sog'lig'ini saqlab qolish uchun operatsiyaga muhtoj. Akam hozir davolanish jarayonida, shifokorlar belgilagan ukol va davolash muolajalarini olyapti. Davolashdan keyin yana tekshiruvlar qilinib, operatsiya masalasi bo'yicha keyingi qadamlar aniqlanadi. Operatsiya va davolanish uchun hozirda bizga taxminan 25 ming 30 ming dollar atrofida mablag' kerak bo'lyapti. Alhamdulillah, hozirgacha 3,69,500 so'm miqdorda mablag' yig'ildi. Bu biz uchun juda ham katta yordam, lekin bizga kerakli bo'lgan mablag'ning juda kichik qismi hisoblanadi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman, kimning imkoniyati yetsa, oz bo'lsa ham yordam qiling. Imkoniyatingiz yetmasa, ushbu videolarimizni repost qilib tarqalishida o'z hissangizni qo'shing. Akamning sog'ayib, oilasi bag'riga qaytishi uchun yordamingiz va duolaringizga muhtojmiz. Yordam uchun ushbu kartalar Ismoilov Ixtiyor Dilshod o'g'li hamda Usmonova Dildoraxon Dilshod qizi va Koreyadagilar uchun To's banki Usmonova Dildoraxon nomida bo'ladi hamda viza kartalarimiz bor. Alloh barcha yaxshiliklaringizni o'zingizga ming barobar qilib qaytarsin. Zero ehsonning mukofoti ehsondir.